أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. Qiyomat holatlari to'g'risida dars bo'layotgan. Alloh taolo aytayaptiki, ana G'ofir surasida va anzirhum yawmal azifa. Yaqin kundan, ya'ni qiyomat kunidan ularni ogohlantiring. Idil qulubu ladal hanajiri kazimin. O'shanda yuraklar halqumga tiqilib qoladi. Kazimin g'am hasratga to'lgan holatda. Ya'ni insonlarni qattiq qo'rqqanda insonning yuragi siljiydi. Qiyomat payti shunchalik dahshatli holatlar bo'ladiki, o'sha o'zgarishlar, koinotning buzilishi va boshqa o'zgarishlar insonning qalbi, yuragi joyidan chiqib, bo'g'ziga kelib qoladi. Na bir joyda qaror ham turmaydi, chiqib ham ketmaydi. Tiqilib qoladi. Ladal hanajir halqumiga kelib qoladi. Kazimin g'am hasratga to'lgan holatda. Astagfirullah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ular yuraklar va ko'zlar istirobga tushadigan kundan qo'rqurlar. Ya'ni qiyomat haqida aytilyapti. Qiyomatda yurak bilan ko'zlar ko'radigan narsalardan qattiq istirobga tushadi. Ya'ni do'zaxdan qo'rquv va jannatdan umid orasida bo'lib, qattiq istirobda bo'ladi. Astagfirullah, qulubu yawma idi wajifa. O'sha kunda yuraklar qo'rquvga tushguvchidir. Absoruha xoshiya va ko'zlar egilib qolguvchilar. Ya'ni qo'rquvdan ko'zlar egilib qoladi. Va qiyomat kuni dahshatidan hattoki ma'sum bolalar ham sochlari oqarib ketadi. U kundagi dahshatlari ko'rib. O'z dunyoda ham qattiq qo'rquv bo'lganda insonning sochi oqaradi. Qiyomatda endi uni dahshatlarini umuman solishtirib bo'lmaydi dunyoning dahshatlariga. Shuning uchun hattoki bolalar ham sochini oqartirib yuboradigan darajada dahshatli bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki, "Fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Agar kofir bo'lsalaringiz bolalarning, ya'ni ma'sum bolalarning sochlarini oqartirib, qaritib yuboradigan kundan qanday saqlanarsizlar? O'sha kunning azobidan qanday saqlanasizlar? Agar mu'min bo'lmasanglar. As-sama'u munfatirun bih. Osmon qiyomat sababli yorilguvchidir. Kana va'duhu maf'ula. Alloh taolaning va'dasi bajarilguvchidir, albatta amalga oshguvchidir. Undan keyin aloqalar uziladi. Insonlar hozir dunyoda qarindosh urug'chilik aloqalari bor, do'stlik aloqalari bir-biriga yordam beradi dunyoda. Oxiratda qiyomat dahshat payti bu aloqalar uziladi. Astagfirullah, fa idza nufiqa fis-suri fala ansaba baynahum yawma idin va la yatasaalun. Qachonki sur chalinganida o'sha kunda ularning orasida nasl-nasab qolmas. Va la yatasaalun va bir-birlari bilan savol-javob ham qila olmaslar. Ya'ni o'sha kuni orasida nasl-nasab qolmaydi, inson bir foyda ola olmaydi. Qaytanga bir-biriga zarariga bo'ladi. Hattoki insonlar o'sha yaqin odamlardan qochadi. Chunki dunyoda ba'zi haqlarni ado qilmagani uchun, masalan, hidoyatni, to'g'ri yo'lni o'zi topib, yaqinlariga yetkazmasa, haqlarni ado qilmasa, qiyomatda ana o'sha garchi yaqin odami bo'lsa ham uni yoqasiga yopishadi. Shulardan qochadi. Aka-ukasi bo'lsin, ota-onasi, ahli oilasi, farzandlari bo'lsin. Astagfirullah, fa iza ja'atis-soxha. Qachonki quloqlarni kar qilguvchi, ya'ni dahshatli qichqiriq ikkinchi sur chalinganida har kishi o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Kishi o'z og'aynisidan va ummihi va abi, onasi va otasidan va sohibatihi va bani va o'zining xotini va bolalaridan qochadi. Huquqlarini ado qilmaganligi uchun, masalan, o'zini dunyoda yaqin bo'lgan birodari, aka-ukasi, yelkama-yelka yordam berib yurgan aka-ukasidan ham qochadi va yaxshi ko'rgan ota-onasidan ham qochadi va xotinidan ham doim birga bo'lib yurgan, doim mudofaa qilib yaxshi ko'rgan xotinidan va bola-chaqalari, hamma narsasini berishga tayyor bo'lgan bola-chaqalaridan ham qochadi inson. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Ulardan har bir kishi uchun u kunda yetarli tashvish bor. Ya'ni har kishi u kuni o'zini o'ylab qoladi.
o'zini yoqasini qutqarishni o'ylaydi. Qanday qilib o'sha do'zaxni odatda shunaqaki, dunyoda ham qancha musibat kattalashsa, inson shuncha o'zini o'ylashni boshlaydi. Musibat kichkina bo'lsa, nisbatan yaqindagilarni o'ylashi mumkin. O'sha yaqin qarindoshlarini, boshqalarni o'ylaydi, lekin musibat kattalashgan sari shu yaqinlarni o'ylash kamayaveradi borgan sari. Qiyomatning dahshatini oldidan mukammal har inson nafsi deb qoladi, ya'ni o'zimni qanday qutqarsam ekan deb qoladi. Astagfirullah ya ayyuhan nasu taqu robbakum. Ey insonlar, Robbingizdan qo'rqingiz. Vaqshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Biron ota o'z o'g'lidan biron narsa o'tay olmaydigan kundan qo'rqingiz. Yani dunyoda ota o'g'li tomonidan ba'zi narsalarni o'taydi, masalan. Jinoyat qilib qo'ysa, yordam berib chiqarib olishga harakat qiladi, yo biron musibat tushib qolganda uni qutqarishga harakat qiladi dunyoda. Lekin oxiratda ota o'g'lidan tomonidan biron narsa o'ta olmaydi, yordam bera olmaydi. Wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an. Va biron bola o'zini otasi tomonidan narsa o'ta olmaydi. Dunyoda ham harakat qiladi ota-onasiga xizmat qilishga, otasiga musibat tushganda yordam berishga harakat qiladi. Lekin oxiratda buni ilojisi bo'lmaydi, yordam berib bo'lmaydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, oilalariga, qizlariga, farzandlariga aytdilarki, qiyomat kuni bu nasab bilan sizlarga foyda keltirmaydi. Men sizlarga foyda bera olmayman qiyomat kunida ham. Ya'ni har kishi o'zini amali bilan bo'ladi. O'zini amali bilan qoladi qiyomat kuni. Shuning uchun inson o'zini amalini, ya'ni oxiratga zaxira to'plash kerak, o'zini qutqaradigan bir amal qilish kerak. Chunki u kuni foyda bermaydi. Dunyoda foyda beruvchi narsalar u kunda foydasi bo'lib qoladi. Inna va'dallohi haq. Albatta Allohning va'dasi, ya'ni qayta tirilish va'dasi, hisob kitobni bo'lishi haqidagi va'da, hisob kitobdan keyin jannat va do'zaxga tushirilishi, bular hammasi haqdir. Shuning uchun o'zingizlarga kelinglar. Alloh taolo eslatyapti o'sha kunni. Shuning uchun dunyoni ishlari bilan bo'lib, tashvishlari bilan bo'lib, oxiratni unutib qo'ymanglar deyapti. Chunki dunyoni ishlari borgan sari shuncha, har bir sohaning ichida shuncha ko'p sohalar, har bir fanini, har bir shoxining ichida shuncha ko'p narsalar ochilib ketyaptiki, bu insonni hammasi mashg'ul qilib qo'yadi. Dunyoviy narsalar hammasi mashg'ul qilib, asl maqsadni insonga unuttirib qo'yadi. Ya'ni asl maqsad dunyoda biz oxiratimizga zaxira qilib olish. Dunyoga kelishimizdan maqsad oxiratni qozonish. O'sha jannatga yetadigan va do'zaxdan qutqaradigan o'zimizga amal, aqida, axloq, mana shu ishlarni o'zimizga yig'ib olishimiz kerak. Hattoki azobning qattiqligidan insonlar dunyodagi hamma narsani berib qutulishga tayyor bo'ladi kunda. Alloh taolo aytayaptiki: "Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih." Ya'ni ular azobni ko'rgan vaqtlarida o'ziga zulm qilgan, o'z joniga zulm qilgan har bir jon uchun yerdagi bor narsa bo'lganida azobdan qutulish uchun shuni berishga tayyor bo'lar edi. Laftadat bihi, uni to'lov qilib fidya qilib bergan bo'ladi. Mana shu butun dunyoni boyligi. Hozir o'sha dunyoni bir parchasi uchun, bir bo'lagi uchun yugurib, tinmay ishlab, inson hatto o'zini obro'sidan ham voz kechib, dunyoning bir parchasi uchun hamma narsasidan voz kechadi. O'zini obro'sidan, boshqasidan. Lekin oxiratda o'sha dunyo ko'radiki, o'sha dunyoni qiymatsizligini tushunadi. Haqiqatan uni qanchalik qiymatini tushunadi. Shuning uchun ham butun dunyoni berib qutulgisi keladi o'sha paytda. Lekin unda kech bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki, ma'nosi shuki, Alloh taoloning nazdida agar dunyo pashsha qanotichalik qiymati bo'lganida edi, kofirga bir qultum suv bermagan bo'ladi. Ya'ni kofirga Alloh taolo shuncha ne'matlar berib qo'yibdi, demak uni shunchalik ham qiymati yo'q. Pashshani qanotichalik ham Allohning nazdida qiymati yo'q bu dunyoni. Bizga qiymatligi o'xshaydi, chunki oxiratni ko'rmaganmiz biz. Oxiratni ko'rgan odam dunyoning haqiqiy qiymatsizligini tushunadi. Haqiqiy haqirligini, zalil narsaligini tushunib qoladi. Chunki
bir odamga haligi javharlar, olmos, haligi durlar, javharlar ko'rmagan bo'lsa, oddiy toshni ko'rib ham, sal yaltiragan toshni ko'rib ham qiymatli deb o'ylashi mumkin. Shu toshga ham, haligi tuproqga ham, kesaga ham qiziqib o'tiradi. Lekin uni oldiga haqiqiy javharlarni, olmoslarni qo'ysangiz, darrov haligan tuproqligini tushunadi. Arzimasligini. Xuddi shunaqa, ya'ni oxiratni ko'rgan payti dunyoni haqiqiy arzimasligini tushunadi inson. Shuning uchun Alloh taolo hozirdan bizga qiyos imkoni bo'lishi uchun, shu ikkalasini solishtirish uchun Qur'on, hadisda oxirat to'g'risida bizga xabarlar berib qo'ydi. Shularni biz tushunib, o'ylab, har kuni tafakkur qilib, solishtirib, oxiratni oldinga qo'yishimiz kerak, ustun tutishimiz kerak. Dunyodagi bor narsa u yoqda tursin, hatto dunyo to'la oltini bo'lsa ham shuni ham berishga tayyor bo'ladi. Alloh taolo aytayaptiki: "Astagfirullah, innal ladzina kafaru va matu va hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban va law iftada bi." Albatta kofir bo'lgan kimsalar, kofir bo'lgan va kofir hollarida o'lgan kimsalar azobdan qutulish uchun yer yuzi to'la oltinni to'lov qilib bersa ham falan yuqbala min ahadihim. Ulardan birontasidan hargiz qabul qilinmas. Yer yuzi to'la oltinni bersa ham qabul qilinmaydi. Ulaika lahum azabun alim. Ular uchun alamli azob bordir. Va ma lahum min nasirin. Va ular uchun yordamchi bo'lmaydi. Dunyoda yordamchi bo'lishi mumkin, oxiratda yordamchi bo'lmaydi ular. Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qiladi, an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu anna Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam kana yaqul: "Yuja'u bil kafiri yawm al-qiyamati fa yuqalu lahu ara'ayta law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bi." Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da Allohning nabiysi sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qiyomat kunida kofir keltiriladi. Aytiladiki, yer yuzi to'la oltining bo'lganida shuni berib yuborarmiding deydi. Mana shu hozir kunga tushmasligi uchun. Berarmiding deganda, fa yaqulu na'am, ha deydi. Fa yuqalu lahu qad kuntu sa'altuka ma huwa aysar min zalik. Unga aytiladiki, Alloh taolo aytadiki, men sendan bundan osonini so'ragan edim. Dunyoda Alloh taolo butun yer yuzi to'la narsani so'rayotgani-yu bizdan. Bundan osonini so'rayapti, ya'ni iymon keltirishi va iymon keltirgandan keyin din uchun, da'vat uchun, ya'ni har kishi dinga qo'lidan kelganicha moli bilan, joni bilan yordam berish kerak. Bu osonroq, ya'ni butun dunyoni berishni so'rayotgan-ku Alloh taolo. Qo'lidan kelgan narsani berishni so'rayapti insonga. Hattoki iymonsizlar o'sha kuni o'zini yaqin odamlarini, qarindoshlarini bo'lsa ham do'zaxga tashab, o'zini qutultirishni xohlaydi. Astagfirullah, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idin bi banihi va sahibatihi va akhi. Jinoyatchi kimsalar, ya'ni iymonsiz ketgan kimsalar u kunning azobidan qutulish uchun bi banihi, o'zini farzandlarini berishga, to'lashga va sahibatihi, o'zini xotinini va axihi va birodarini berishga tayyor bo'ladi. Va fasilatihi allati tuwi, va unga panoh beradigan qavmi qarindoshlarini berishga va man fil ardi jami'a thumma yunji, va yer yuzidagi hamma kishini berib najot topishni xohlaydi. Demak, eng yaqin insonlarini bo'lsa ham to'lov qilib do'zaxga kirsin, men qutulsam deb qoladi. Kalla innaha lazo. Hargiz unday bo'lmaydi. Qiyomat kuni muddati haqida, nihoyatda uzoq bo'lishi haqida Qur'on va hadis xabarlar kelgan. Mana bu oyatda kelyapti, astagfirullah, ta'rujul malaikatu var ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Farishtalar va ruh miqdori uzunligi 1000 yil bo'ladigan bir kunda u zotga ko'tariladilar. Ya'ni farishtalar va ruh qiyomat kunida Alloh taologa ko'tariladi va qiyomat kunining miqdori qancha deyapti? 50,000 sana, 50,000 yil. Ya'ni bizning dunyoni yili bilan o'sha kun 50,000 yil davom etadi. Nihoyatda uzoq vaqt davom etadi. Fasbir sabran jamila. Chiroyli sabr qilish bilan sabr qiling. Innahum yarawnahu ba'ida. Ular qiyomatni uzoq bilmoqdalar.
va narahu qariba, biz esa uning yaqinligini bilamiz. Dunyoda yashayotgan odamga uzoq tuyuladi, lekin haqiqatda qiyomat juda ham yaqin. O'sha kunning uzoqligidan insonlar dunyo hayotini bir soatga o'xshatib qo'yadi. Kunduz kundan bir ozginagina vaqtga tuyulib qoladi ularga. Aytadiki, astag'firullah, va yawma yahshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Alloh taolo ularni to'playdigan kunda ular kunduzdan bir soatdan ko'p qolmagandek bo'ladi. Ya'ni bor yo'g'i kunduzning ichidan bir soatgina qolgandek bo'ladi. Chunki hozir biz dunyoda yashayapmiz. Biz ichida turganimiz uchun u boshqa vaqtga solishtirishga imkonimiz yo'q. O'zimizning hayotimiz 50 yil bo'lsa, 60 yil bo'lsa, bizga uzun tuyuladi. Lekin oxiratni uzunligini ko'rgandan keyin o'shani qanchalik qisqaligi bilinib qoladi. Boshqa oyatda astag'firullah, va yawma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Qiyomat soati qoyim bo'ladigan kuni jinoyatchi kimsalar qasam ichadilarki, bir soatdan ortiq dunyoda qolmadik deb qasam ichishadi. Dunyo vaqti nihoyatda kam tuyuladi ular. Hatto hadislarda keladi, dunyoda bir umr qiynalib o'tgan mo'minga jannatga bir kirgizilganda so'ralar ekanki, dunyoda qancha qiynalding desa, hech qancha qiynalganligini. Qiyomat dahshatlari to'g'risida oyatlar kelyapti. Bu kundagi haligi koinotning nizomini o'zgarishi, yer, osmon, yulduzlarning halokatga uchrashi to'g'risida Alloh taolo aytayaptiki, astag'firullah, va ma qadarullohi haqqa qadri. Ular Allohni to'g'ri taniy olmadilar. Val ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Butun yer qiyomat kunida Allohning qabzasida changalda bo'ladi. Was samawati matwiyatun bi yamin. Va osmonlar uning qo'lida yig'ilgandir. Subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Osmonlar va yerlar arzimas bo'lib, o'ralib nima qilib qoladi. Mana bu oyatda astag'firullah, yawma natwis samaa ka toyyis sijilli lil kutub. U kunda biz osmonni maktub yoziladigan sahifani o'ragandek o'raymiz deydi Alloh taolo. Osmon o'raladi. Boshqa bir oyatlarda keladi, shilinadi deb keladi. Xuddi qo'y terisi qanaqa shilib olinsa, osmon shunaqa shilib olinadi. Kama bada'na awwala xalqin nu'idu. Avval bor yaratganimiz kabi biz shunday holatga qaytaramiz deydi Alloh taolo. Va'dan alayna, bu bizning zimmamizda va'dadir. Inna kunna fa'ilin. Albatta biz buni bajarguvchidirmiz. Muttafaqun alayh hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yaqbidullohul arda yawmal qiyamah. Alloh taolo qiyomat kuni yerni qabzasiga oladi. Va yatmis samaa bi yamini. Va osmonni qo'li bilan o'raydi. Thumma yaqulu anal malik ayna mulukul ard. So'ngra aytadiki, men podshohman, qani yerni podshohlari deydi. Buni aytishganki, ikki surri chalishini orasida hamma mahluqot o'lgan paytda Alloh taolo shunaqa aytadi deydi. Sahih Muslimda Abdulloh ibn Umardan hadis bor, radhiyallohu anhudan aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, yatvillahu samawati yawmal qiyamah. Alloh taolo qiyomat kuni osmonlarni o'raydi. Summa ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna. So'ngra qo'li bilan ularni oladi. Summa yaqulu ana al-malik. Ayna al-jabbarun, ayna al-mutakabbirun. Hamma o'lgan bir paytda, butun maxluqot o'lgan paytda Alloh aytayaptiki, men podshohman, qani zo'ravonlar, ayna al-mutakabbirun, qani mutakabbirlar. Thumma yatwi al-arda bi shimali. So'ngra yerni o'raydi. Va fi rivoyatin ya'khudhuhunna bi yadihi al-ukhra thumma yaqulu ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. So'ngra yerni o'ragandan keyin ham Alloh taolo yana aytadiki, mengina podshohman, qani zo'ravonlar, qani takabbur egalari. Va u kunda yer va undagi tog'lar hamma narsa buzilib ketadi. Deyaptiki, astag'firullah, fa iza nufixa fi as-suri nafhatu wahida. Vaqtiki surga bir bor chalinganida va humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Va yer va tog'lar o'z joyidan ko'tarilib, bir-biriga bir bor urilib, chilparchan qilingan.
fa yawma idin waqa'atil waqi'a. Ana o'sha kunda voqea, ya'ni qiyomat qoyim bo'ladi. Voqea bo'ladi. Ya'ni tog'lar bilan yer bir-biriga urilib, chilparchin qilinishi aytilyapti. Ya'ni mayda-mayda qilib yuboriladi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Qachon yer zilzilaga tushib, mayda-mayda qilinganida. Va jaa robbuka wal malaku saffan saffa. Va Robbingiz va farishtalar saf-saf bo'lgan holda kelganida va ji'a yawma idin bi jahannam. Ana o'sha kunda jahannam keltirilur. Yawma idin yatadakkarul insanu va anna lahu zikra. Ana o'sha kunda inson eslatma ibrat oladi. Va anna lahu zikra, lekin u kunda qayerdan u eslatmani foydasi tegsin? Ya'ni eslatma oladi, o'sha kuni tushunadi haqiqatni, lekin foydasi tegmaydi. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Aytadiki, koshki edi hayotimda yaxshi amallar qilib o'tsam edi. Fa yawma idin la yu'azzibu azabahu ahad. O'sha kunda Alloh azoblagandagi biron kimsa azoblay olmas. Va la yusiqu wathaqahu ahad. Va Alloh bog'lagandagi, ya'ni kishanlar, zanjirlar bilan bog'lagandagi hech bir kimsa bog'lay olmas. Tog'larni qumga aylanib ketish haqida keladi oyatlar, ya'ni qum tepaliklarga aylanadi. Astagfirullah. Yawma tarjuful ardu wal jibalu va kanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titraydi. Yer, tog'lar qattiq titradi va tog'lar to'kiluvchi qum tepalikka aylanib qoladi. Qum tepalikka aylanib, to'kiluvchi keyin to'kilib tekis bo'lib qoladi. Va takunul jibalu kal aynil manfush. Va tog'lar titilgan yungga o'xshab qoladi. Ya'ni qattiq larzaga kelgan payti toshlari to'kilib, hali xuddi titilgan yung qanaqa nima bo'lib qoladi, parchalar ajralib. Xuddi shunaqa tog'lar ajralib ketadi. Keyin maydalanib tekis bo'ladi. Va suyiratil jibalu fakanat saraba. Tog'lar joyidan jildirilib, sarobga aylanib qoladi. Va idal jibalu nusifat. Vaqtiki tog'lar sochilsa deb kelyapti. Demak, sochilib ketishi mana bu oyatda kelyapti. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda bariza. Kahf surasida Alloh taolo aytayaptiki, u kunda biz tog'larni jildiramiz, ya'ni joyidan sayr qildiramiz, ya'ni qattiq titraganida maydalanib joyidan jiladi. Va taral arda bariza, va yerni yalang'och holda ko'rasiz. Yerda biron balandlik ham, pastlik ham qolmaydi. Biron daraxt yo biron alomat hech nima qolmaydi. Tep-tekis bo'lib qoladi. Va yasalunaka anil jibal. Ey Muhammad alayhissalom, sizdan tog'lar haqida, ya'ni qiyomat kuni tog'larning holati qanaqa bo'ladi? Shu haqida so'rashadi. Faqul yansifuha robbi nasfa. Ayting, Parvardigorim ularni sochib yuboradi. Fayadaruha qa'an safsafa. Va ularni tep-tekis qilib qo'yadi. La tara fiha iwaja va la amta. Va siz yerda biron bir chuqurlik yoki tepalikni ko'rmaysiz. Demak, tepalik ham bo'lmaydi, pastlik ham bo'lmaydi. Va u kunda dengizlarni oralari ochilib birlashib ketish haqida oyatlar bor. Va izal biharu fujjira. Vaqtiki dengizlar orasidagi to'g'onlar ochilsa deb kelyapti. Ya'ni dengizlar ochilib qo'shilib ketadi bir-biriga. Va boshqa oyatda takvirda va izal biharu sujjirat. Sujjirat vaqtiki dengizlar qizdirilsa. Ya'ni dengiz o'tga aylanib yonadi u kunda. O'sha dengizlar orasidagi to'g'onlar ham ko'tariladi. Ham dengizlar o'sha kuni olovga to'lib yonadi. Va osmonning holati to'g'risida Qur'onda osmonning qattiq titrashi haqida keladi va yorilishi haqida keladi. Yawma tamurus sama'u mawra. Bu kunda osmon titrab chayqaladi. Idas sama'un fatara. Vaqtiki osmon yorilsa deb kelyapti. Demak, haligi ham titrab chayqaladi, ham keyin yoriladi. Buni aytishganki, xuddi bir bino zilzila bo'lganda titrab qimillab o'sha binoda yoriqlar paydo bo'ladi. Xuddi shunaqa osmon ham titrab chayqalib, yoriqlar paydo bo'ladi, yorilib ketadi. Idas sama'un shaqqat. Vaqtiki osmon yorilsa.
Vanshaqqatis sama'u fahiya yawma idhi wahiya. Osmon yorilur, chunki u kunda zaif bo'lib qoladi. Ya'ni harakatlanib, zaiflashib qoladi, yorilib ketadi. Fa idan shaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Rahmon surasida keladi. Ya'ni qachonki osmon yorilib, qizdirilgan yog'ga o'xshab yog' kabi bo'lib qolgan edi. Yog' kabi qizarib qoladi. Ya'ni vardatan qizarib qolgan. Chunki jahannamning qattiq haroratidan u kuni osmonning rangi o'zgaradi. Har xil ranglarga kiradi. Bu yerda vardatan deb kelyapti, qizarib qoladi. Buni tafsirida Ibn Abbos aytadi, farasul vardga o'xshaydi. Ya'ni vard otiga o'xshaydi. Vard xos ot bor. U Bag'oviy aytadiki, bahorda sariq bo'ladi, qishda qizil bo'ladi. Ya'ni sovuq oshgan sari haligi otning rangi o'zgarib boraveradi. Shunaqa osmonning ham rangi qizdirib, jahannamning issiqligidan osmonning rangi o'zgaradi. Sariqdan qizilga mana shunday rangi o'zgarib boradi. Hasan Basriy bo'lsa vardatani tafsirida har xil ranglarga kiradi. Turli ranglarga. Ya'ni qizni o'rgandan keyin o'zi har qanaqa narsani qizdirsangiz, rangi o'zgaraveradi. Bir rangdan bir rangga boshqa rangga kirib ketaveradi. Osmon ham mana shunaqa rangi o'zgarib boradi. Keyin quyosh o'ralib, quyosh ham so'ndiriladi, nuri ketadi. Alloh taolo aytayapti, "Astag'firullah, iza shamsu kuwirat." Qachonki quyosh o'ralib so'ndirilsa. Ya'ni kuvvira o'ralishga aytadi. Sallani o'rashga ham takvir deyiladi. Quyosh ham o'zining ichida o'ralib so'ndiriladi, nuri o'chib qoladi. Astag'firullah, fa iza bariqal basar. Vaqtiki ko'z qamashsa, qiyomatda dahshatlarini ko'rib, ko'z qamashsa, va khosafal qamar, va oy tutilsa, va jumiya shamsu val qamar, va quyosh bilan oy birlashtirilsa. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. O'sha kunda inson aytadiki, qayerga qochib qutulish mumkin deydi. Kalla la vazar. Yo'q, hargiz bu kunda boshpana yo'qdir. Ya'ni qochib qutuladigan joy yo'q. Allohning azobidan endi qochib qutulib bo'lmaydi kunda. Ila robbika yawma idinil mustaqar. U kunda yolg'iz Parvardigoringizgagina qaror topish bordir. Ya'ni boshqa joyga qutulish imkoni yo'q. Hozir dunyoda qutulish mumkin inson. Dunyoda shuni amalini qilib qutulishga imkon bor. Inson o'zini amali bilan, dinga qilgan harakati bilan qutulishi mumkin. Va yulduzlar holati to'g'risida keladi. Yulduzlari sochilib ketishi, to'kilib ketadi u kunda. Va idal kawakibun tatharat. Qachonki yulduzlar sochilsa. Va idan nujumun kadarat. Vaqtiki yulduzlar to'kilsa. Demak, ham to'kiladi, ham sochilib ketadi. Ya'ni koinotning nizomi butunlay o'zgarib ketadi. Buzilib ketadi koinotning nizomi. Shuning uchun o'sha kunga, ya'ni hozirdan eslab biz tayyorlanishimiz kerak o'sha kunning dahshatlariga. Dunyoda Alloh taolo xohlagandek yashasak, Alloh taolo bizdan qanaqa yashashni talab qilsa, biz shunaqa yashashimiz kerak. Ya'ni kitob-u sunnatga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotiga muvofiq yashashimiz kerak. Sahobalar ko'rsatib bergandek, shunaqa yashasa, qiyomatning dahshatlari Alloh taolo oson qilib qo'yadi. Lekin agar biz Alloh xohlagan bir dinga muvofiq yashamasak, hammamiz o'zimiz bilgancha yashasak, unda nihoyatda qiyin kechadi bu kun. Ya'ni insonning oxiri nima bo'lishi ma'lum emas. Shuning uchun ham biz o'zimizning hayotimizni shu narsaga to'g'rilashimiz kerak. Hozirgi, ya'ni hozir bizda imkon bor chunki. Hozir hayotdalik paytimizda shu narsaga imkon bor. O'sha dahshatlar oson kechadi. Xolis islomiy hayot yashashimiz kerak uchun. Alloh taolo aytadiki, "Udkhulu fis-silmi kaffa." Ya'ni islomga to'liq kiringlar. Kaffatan, ya'ni to'liq kirish. Islomga to'liq kirish uchun johiliyatdan to'liq chiqish kerak.
Johiliyatdan to'liq chiqmagan odam islomga to'liq kira olmaydi. Chunki bitta oyog'ingiz bir joyda bo'lib turib, to'liq bir joyga kirib keta olmaysiz. Bitta oyog'ingiz johiliyatdami, bitta oyog'ingiz islomga kirdimi, demak to'liq islomga kirmagan bo'lamiz. Shuning uchun islomga to'liq kirish uchun, mana shu qiyomat kunida qutulish uchun biz avvalo johiliyatdan to'liq chiqib olishimiz kerak. Johiliyat ham ikki qism bor. Birinchi qism johiliyatul ula deb keladi Qur'on hadislarda. Birinchi johiliyat. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgan payti mavjud bo'lgan johiliyat. Makka mushriklari yashayotgan o'shalarning amali bo'layotgan johiliyat. Va ikkinchi johiliyat qaysi? Ikkinchi johiliyat bu johiliyati jadida. Ya'ni yangi johiliyat bu hozirgi 20-asr johiliyati. Mana shu 20-asr johiliyati g'arb fikri, g'arbiy hayot tarzi va bashariy qonunlarga asoslangan hayot tarzi. Bu johiliyat dinni ichida turgan holda, masjidda, Allohning uyida turgan holda ham bitta oyog'ingiz jaholatda bo'lib turaveradi. Qanaqa? Masalan, oddiy telefon. Shu masjid ichida telefon bilan siz darsni eshitib turibsiz. Shu telefoningiz jiringlab, sizni oyog'ingizdan tortadi johiliyatga. Darsni buzadi, sizni e'tiboringizni buzadi. Butun sizni tavajjuhingizni shunga qaratadi, dars ta'sirini sindiradi. Kim qilyapti buni? Jadid johiliyat, yangi johiliyatni samaralari qilyapti. Biz hammamiz Yevropaga qarab o deymiz, lekin bu narsa odamlarni jahannamga yetaklayapti. Faqat chuqurroq o'ylab qarash kerak-da. O'shanda ma'lum bo'ladi. Faqat zohiriga qarab Ibn Xoldun aytadi muqaddimasida, mag'lub xalq doim g'olibga taqlid qilgan. Ya'ni tarixda insoniyat o'zi muarrix bo'lgan, tarixi falsafasini nima qilgan? Eski olimlardan aytadiki, ya'ni insoniyat tarixida doim bir qavmlar boshqa qavmlarni bosib olganida, haligi mag'lub xalqlar g'olib xalqqa taqlid qilar ekan. Kuchli bo'lgani uchun, g'olib bo'lgani uchun taqlid qilar. Hozir yer yuzida g'arb g'olib holatda turibdi. Hamma jihatlaman. Ya'ni madaniyat jihatlama ham, urf va odat, ilm, fan jihatida ham, ya'ni uni ilmi hozir birinchi o'rinda turibdi. Ilohiy ilm, Alloh tomonidan tushgan ilm hozir mag'lub holatda. Hozir odamlarga qolalloh va qolar rasul desangiz, o'ylab ko'radi. Ya'ni bu rostdan shunaqami ekan, balki bunaqadir ma'nosida. Lekin aytsangizki, Washingtonda universitetda shunaqa tahqiq bo'lgan ekan, olimlar, professorlar shunaqa degan ekan, desangiz o'ylab ko'rmaydi shu. O'sha joyda aqida qiladi shunga 100%. E'tiqodiga oladi. Shuning uchun g'arbiy ilmlar hozir g'olib holatda turibdi. Islomiy ilmlar hozir mag'lub holatda turibdi. Islomiy hayot tarzi ham mag'lub holatda turibdi. Mana shuni musulmonlarning vazifasiki, diniy ilmlarni ihyo qilish kerak. Diniy ilmlar qaytadan hayotimizga kirish kerak. Bizni hayotimizni qaytadan boshqarish kerak, islomga muvofiqlashtirish kerak. Bizni yana boshidan har bir zarramizni, fikrimizni, tuyg'ularimizni, ishlarimizni, amallarimizni islomga muvofiqlashtirish kerak. Mana shu ilmlar, islomiy ilmlar. Shuning uchun biz bu ilmlarni tiriltirishimiz kerak. Bu narsa ilm bilan bo'ladi. Shu narsaga qo'ldan kelgancha biz harakat qilishimiz kerak. Ya'ni har sohada islomning foydasi uchun harakat qilishimiz kerak. Har sohada. Hayotda har sohasida hojatxonaga kirishdan, ya'ni Baytul Xoladan Baytullohgacha, hojatxonaga kirishdan turib davlatni boshqarishgacha, Makka ga haj qilishgacha, xalqaro aloqalargacha islom bilan bo'lish kerak. Johiliyat ilmlari bilan, zamonaviy aniq va ijtimoiy fanlar bilan emas, osmondan tushgan ilm bilan boshqarilish kerak dunyo. Chunki fanlar bilan boshqarilganini mana natijasini ko'rib turibmiz. Butun dunyoni bular qirib yuborishyapti. Ya'ni insonni qadri bo'lmaydi. Bunaqa jamiyatda hayvonlarning qadri bo'ladi. Ya'ni chumolilarga odamlar umrini atab tahqiq qilishadi.
hasharotlari dokumental nimalar olib umrini sarflashadi, millionlab dollarlar sarflashadi, huquqlarini himoya qilishadi. Lekin insonning qadri bo'lmaydi bu jamiyatda. İnsanlar millionlab o'ladi. Birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushida 60 million odam o'ldi. Islom qancha odam o'ldirdi? Islomni kelgan payti o'ldirgan odami 10 mingga yetmaydi. Lekin ular 60 million odam o'ldi. 60 million qayerda-yu, 10 ming qayerda? Hozir aytsaki sizga sizlarda jihod bor, islomni nimasi to'g'ri, jihod qon to'kish bor desa, darrov o'zimizni mudofaa qilishga o'tamiz. Mudofaa qilish kerak emas. Hujum qilish kerak. Sen kimsan? Hop biz terroristmiz. Sen kimsan? Biz 10 mingta odam o'ldirdik, sen 60 millionta odam o'ldirding. Sen undan battar terroristsan deysiz. Ya'ni mudofaani vaqti tugadi. Endi mudofaa qilish kerak emas. Ularga hujum qilish kerak. Ularning madaniyatini, zaif tomonlarini ochib berish kerak. Fikrini, zaif tomonlarini ochib berish kerak. Ular hayot tarzlarini, kasalliklarini, haligi o'zlarini qurib olgan soxta nizomlarini, kamchiliklarini ochib berish kerak. Buning uchun bizga ahli ilmlar, ziyolilar shu narsaga ahamiyat berish kerak, harakat qilish kerak. Ya'ni o'tirish bilan bir joyda yotib, haligi telefon kovlash bilan bo'lmaydi bu narsa. Yani jiddiy ishlash kerak. Alloh taolo qiyomatda bo'sh o'tkazgan vaqtimiz haqidan so'raydi. Har bir kishi javob beradi, har lahzasiga javob beradi. Nima uchun o'tkazganingiz? Qo'ldan kelgan ish qilish kerak-da. Qo'limizdan ko'p narsa keladi, lekin shunga biz harakat qilmayapmiz. Shuni harakat qilish kerak. Ya'ni biz harakat qilsak, Alloh yordam beradi. Alloh taolo tavfiq bersin, amal qilish nasib qilsin. Amin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.